Farg'onada organ xodimlari futbol muxlislarini dubinka bilan kaltakladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona viloyatining Farg'ona shahrida futbol muxlislari huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan kaltaklangani aks etgan video tarqaldi. Holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi munosabat bildirdi. Unda aytilishicha, kecha 22 noyabr kuni Farg'ona shahridagi Istiqlol stadionida bo'lib o'tgan Neftchi va Qizilqum jamoalari o'rtasidagi futbol o'yini boshlanishidan oldin stadionning ikkinchi son nazorat o'tish joyida fuqarolar tartib bilan hududga kiritilayotgani vaqtda bir nechta chiptasi shaxslar stadionga noqonuniy kirishga urinib, temir to'siqlarni olib tashlab, xodimlarning qonuniy talablariga bo'ysunmaslikka harakat qilgan. Jamoat tartibini saqlashga jalb etilgan xodimlarning tezkor va qat'iy choralari natijasida tartibbuzarlarning harakatiga chek qo'yilgan. Hozirda mazkur tartibsizlikni uyushtirishda gumonlangan barcha fuqarolarning shaxsi aniqlangan bo'lib, ularning harakatlariga qonuniy baho berish maqsadida surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.